Nechinchi farzandingizga radom sumka yig'yapsiz? Ikkinchi farzandimga. Fogi do'konini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borasizmi? Har doim kuzatib boraman. Fogi do'koni haqida o'zingizning fikrlaringiz. Hamma narsa sifatli va qulay. Bitta do'konga kirsak, hamma narsani topsak bo'ladi. Bozorda yurib qiynalib yurmaymiz. Bu ayniqsa onajonlarga juda ham yaxshi. Do'konimizdan qaysi taraflari sizga yoqdi? Do'koninglarni birinchi o'rinda lokatsiyasi ham qulay. Administratorlarni xushmuomalaligi, hamma narsani bitta topib oldik. Fogi do'konini yana boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Ha, tavsiya qilgan bo'lardim. Hammaga yaqinda tug'ayotgan onajonlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat. O'sha Instagramda ko'rib keldim. Atom sumka deb yozsam chiqarib berdi reklamasini. Tovarlarni ko'rib, yoqtirib keldim. Yaxshi, sifatli tovarlar. Qulayligi ham onaga ham bolaga topsa bo'lar ekan. Tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi, zo'r, sifatli kiyimlar hammasi. Do'konimizning qaysi taraflari sizga ko'proq yoqdi? Joylashuvi qulayligi yo'l ustida ekan. Topish oson, topib. Instagramda ham ma'lumotlar to'liq bor ekan. Do'konimizni boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilgan bo'lardim. Kelishsin.